Ko'ksuvga keturishda yo'lingizda shunaqa go'zal manzaralar chiqadi, xuddi chet elga o'xshaydi. Unaqa go'zal manzarani ko'rish uchun 7 soat peshkom yuriladi. Qaytish esa 4 soat bo'ladi. Qaytish osonroq. 18 kilometr borish, 18 kilometr qaytish. Sizlarni oxirida bundan ham zo'r joy kutyapti. Ko'ringlar. Hazillashib ketayotgan paytimiz yo'lda mana shunaqa ajoyib qurtga ko'zimiz tushib qoldi. Oldin bunaqasini ko'rmagandim. Juda ham kulgili ekan. Multfilmlarda ko'rganman. Lekin kichkina bolalar bilan va yosh kattalar bilan borishni tavsiya qilaman. Yo'llari juda ham xavfli. Ertaga tushib qoldim deyaptilar. Suv bo'ylab 18 kilometr yurganim uchun bitta joyda aylanib yurgandek tuyuldi. Ko'ksuvga keturishda mana shunaqa o'rmonga o'xshagan chiroyli joylar ko'zingizga tushadi. Bu go'zallikdan bahra olinglar. Tosh qaranglar, suvning o'rtasiga tushib qolgandim. Bet suvni ichish uchun ham qayta kelishga arziydi, chunki suv juda ham mazali va shifobaxsh ekan. Yo'lda har xil buloqlar bor. Maza qilib ichdi va cho'milib olishga ham ulgurdi. Lekin manzara borishga arziydi. Ko'ksuvga 7 soat peshkom borgandan keyin 18 kilometr orqaga qaytish o'ylagandan keyin odam boshqacha bo'lib ketar ekan. Mana shu Ko'ksuv o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Lekin juda ham uzun ekan yo'li. Oyog'i kira so'kkalar yirtilib ketdi, yuraverib. Manzara ajoyib.